Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan az qaldı namlıq proqramımның əziz iştirakçıları. Mən Gülşən Abduqadir Səhər, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayman. Bugünkü Xitoy qulaydigan az qaldı namlıq proqramımның 19-cu qismi arqılıq sizlərlə görüşkənligimdən intən xoşalman. Mana bugün axırı Kanadada yazlar kelib, hoylağa çıxıb qıldıq, yanılamız bir xil sel şamal hem soğaq Kanada. Şundaqdımı hava şunda yaxşı hər halda. Günlərdəki qarğanda birdə isib, birdə soğub degəndək bizdən şu vətənninki Monqolqıranın havasına oxşab qaldı Kanadanın havası. Qandal bulmuşsun axırda şu hoylağa çıxdıq. Gülle içildi hər halda, yaz gəldi. Əziz görürmənlərim, bugün sizlərə mən Xitoy qulaydigan az qaldı namlıq proqramımның 19-cu qismida şu İran-İsrailiya uruşu, bunun içindəki Xitoyның tutqan roli, İran-Xitoy münasibətləri haqqında toxtalıb ötəmən. Ötkenki qism programmalarımda dep ötkenimge oxşaş, köp ta'kidlegenimge oxşaş 2025 yılı acayip bir hareketchan bir yıl boldu. Nurgulgan vaqalar bilan ciddi vaqalar bilan to'lgan bir yıl boldu. Bu yıl haqida Xitoylarning ayliqi ko'nicha urf-odatlar bo'yicha tahlil qilgan tahlillarni o'tganda sizlarga deb o'tgandim. Biz oylamagan meseleler, oylamagan işler tüksüz yüz beriyotidi. Dünya tamponluğunda ciddi özgürlükler yüz beriyotidi. Biz İran uruşu, mana 3. Dünya uruşunun içine kirib qaldık. Bir gün naşırlar. Mən ötkenki programmalarımda mücəh ta'kidlegen. Bu ahvallarda dünya vəziyyətdə bo'layotgan bu özgürlüklərin içində Uyg'urlar bir xuddi buğday qarmoq o'xshaydi. Buğday suv ichsa, qarmoq suv ichadi. Agar buğday suv ichmasa, qarmoqni suv ichamaydi deb tahlil qilgandim. Shunga o'xshash biz yana ham shu qarmoqliq rolimiz bilan turyapmiz hozirgacha. Ben programımı başlaşdan aldıda sizlərə kiçikcə bir tüzüş verib ötüb getməkdimən. Bu sımı ötkenki programlarımda Yusuf Əleyhissalam qıssasını sözləşəriyanda sizlərə Yusuf Əleyhissalamны quduq taşıb etken 9 qeyrindişi degan müştaq sözə deb apdımən. Yusuf Əleyhissalamның qeyrindaşlarına 9 deb apdımən. Yaqub Əleyhissalamның oğulları olub, bular 12 qeyrindaş Yusuf Əleyhissalamны qoşqanda Yusuf Aleyhisselam'ın özündən başqa 11 qeyrindişi varken bunun içində Bünyamin ana bir dadı bir qeyrindişi olub qağalları o Yusuf Aleyhisselam'ın ögey qeyrindaşları olub hesablandı. Yaqub Aleyhisselam'ın ki 12 oğlu İsrail oğullarının 12 qabilesini şekillendirişdə nəhayət mühim rollarını oynayan. Əmdi mən proqramımınki əsasi məzmununa keçib getməkçi. İsrailninki tuyuqsuz İran uruşu O'rta Şərq vəziyyətini ciddiləşdirib. Bu əhval Xitayni intayın əndişləndirdi. Bək əndiş qıldı Xitay. Çünki yaxındılar Amerikanınki Xitayğa aid nurgun savdo ticaret beşi qo'yishi bilan Amerika'na Xitayna qattiq bir silkingan, qattiq urilib ketgan Xitayning iqtisodiy dahshat jiddiy ravishda aqq chekinishga boshlagandi. Buni azdab bu qitim İsrailninki İranni urib etishi Xitoyninki eng chong iqtisodiy sheriki bo'lgan. Butun Xitoyninki shu ichirqab ketgan neft energiyaga bo'lgan dehşetlik içirqab ketgan ehtiyacını qandıratqan İran'dı. Şunun üçün Xitay bək əndişləndi. Yani bir cəhətdən etqanda İran demək Xitayninki yani bir yüzü. Yani Xitayninki Müslümançı yüzü degəndən ibarət bolatdı. Çətdəl mətbuatlarda Xitay-İran münasibətləri haqqında nurg'ulg'an yumorliq o'qitishlar
so'zlanib o'tdi. Buning ichida mening diqqatimni bek chekkani Iranni Xitoyning jariyasiga Xitoyning jariyasiga o'qitishi bo'ldi. Bu o'qitish bek kapti deb o'yladim. Endi hammalarga bilsanglar kerak deb o'ylayman. Jariya degan o'sha Osmonli davrida ham islom davlatlarininki asirga tushgan ayol va setivilgan qul ayollarni podsholarninki o'rtalarida xizmatchi qilib ishlatilgan, uy ishlariga soldigan, xizmatchi qilgan, endi bundaq ko'z chiqib qolgan ayollarni o'ziniki nemisi qilib haramiga oladigan shundaq bir ayollarni jariya deb ataydi odatda. Endi Xitoyning shundaq nimaninki Iranning Xitoyning mana shundaq jariyasiga o'qitishi bek kapti deb o'yladim. Iranning 4000 yillik yoki 5000 yillik davlatchilik ahvoliga dunyo madaniyatiga qo'shgan tuhfalari deganlarni bir tarafga qarab qo'yib turaylik. Bugun shunda bo'lsa qarmay o'zini 4000 yillik 5000 yillik madaniyatning egasiman andaq deyotgan Iran bugun Xitoydan iborat bir kommunist partiyaning bir jariyasiga aylanib qoldi. O'zini musulmon deb yo'g'on saldan o'rib olgan bilan hokimiyat ustida. Xitoy kommunist partiyasiningki bir jariyasiga aylanib qoldi. Bundaq Xitoy kommunist partiyasining jariyasiga aylanib qolgan bir hokimiyatni musulmon hokimiyati, islom davlati deb qarashga bo'lamdi. Texim ilgirgan holda biz faktlarga qarab boqaylik. Tarixdan masalan qisqa misol olsak, Iran har xil suiqasd va intrigalarga shohidlik qilgan bir davlat bo'lib, tarixda bo'lib o'tgan shu Fatimalar degan bir islom qarshi bir mazhabmi o'sha Ironda tug'ilib paydo bo'lib, o'sha Seljuqiylar Buyuk Seljuqiylar imperatorligining cho'kishiga sabab bo'lgan. Iran degan vaqtimizda tarixda qurilgan islom davlatlarini cho'ktirish uchun harakat qiladigan g'alit mazhab, g'alit guruh va suiqasdlar tug'ilgan va islom dunyosini qalaymaqon qilib kelgan bir suiqasdchi diktator davlat ko'z oldimizga keldi. Bugun Iran dunyoga hiyla-mikr suiqasd va intrigalar bilan zo'mgarlik qilayotgan Xitoy Kommunist partiyasining jariyasi bo'lib turibdi. Acaba kommunizm bilan islom qarshi ikki ideologiya emasmidi? Chunki manfaat hamma nimaning oldida. Qolganlari hamda shakldan iborat bo'lib qoldi bu dunyoda. 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'ur musulmonlari Xitoy jazo lagerlarida jamilar cheqilyotdi, Qur'onlar kuydiryotdi, saqal qo'ygan, ro'za tutgan, hatto uydan jaynamoz chiqqan Uyg'urmi turmada. Ammo Iranning yo'g'on sallalik mullalari mulla hokimiyati sukutda. Bu jariyalik bo'lmaydimi? Bu qandaqmi bir islom bo'lsin, qandaqmi bir islom davlati bo'lsin? 2023-yili Iranninki Xitoyning jariyasi bo'lish texmi ishkirligan holda, texmi tash qo'yun jariyasi bo'lish qadimi boshlangan bir yil bo'ldi. Chunki 2023-yili Iran Xitoy tashkil qilgan 1996-yili Xitoy qurgan Shanxay 5 hamkorlik tashkilotiga kirish bilan rasmiy holda Xitoyning ko'zda, ya'ni ko'zidagi deb qo'ydi turkcha. Ko'zidagi jariyasiga aylandi. Hozir Shanxay 5 tashkiloti Xitoy tarafidan O'rta Sharqdagi jiddiylikni pasaytirish tashkilot sifatida elchi tashkilot sifatida qo'llanayotdi. Undaqda Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti haqida ozroq to'xtalib boqaylik. Zodi Shanxay 5
Həmkarlıq təşkilatı qandaq təşkilat? Qandaq bir təşkilat. Şanxay 5 Həmkarlıq təşkilatı 1996 yılı Xitayning sahibxonligida qurilgan bir təşkilat bo'lib, buni yapılaq tilda aytgan vaqtimizda bu Uyg'urlarni qo'g'lab tutish tashkilotidan iborat. O'rta Osiyo, shu jo'grafiyasida, O'rta Sharqda o'z ichiga olgan davlatlar ichida o'zaro hamkorlik o'rnatib, Uyg'urni qo'g'lab tutish tashkilotidan iborat bo'lib, 1996 yili Xitoy tarafidan qurilganda buningga 5 davlat a'zo bo'lgan. Shuning uchun buni Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti deb atagan. Bularning birisi Xitoy, ikkinchisi Rossiya, uchinchisi Qozog'iston, to'rtinchisi Qirg'iziston, beshinchisi Tojikiston. Endi biz 1996 yili Xitoyning ichki qismidagi vaziyatlarni ozroq tahlil qilib boqaylik. Sal programmamdan chatnab ketyapman. Shundoq bo'lsa-mu, Shanxay 5 hamkorlik tashkilotini tonishtirish, bilish, Iranni tahlil qilishda muhim ahamiyatga deb qaralganligim uchun shu Shanxay 5 hamkorlik tashkilotini qisqacha tushuntirishni muvaffaq edim. 1996 yili qandaq bir vaziyatda degan vaqtimizda bu chaqda shu O'rta Osiyodagi G'ulja, 1944 yili Sharq Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan inqilob o'choqlarining birisi bo'lgan shu G'uljaga 200 kilometr jiroqlikdagi Qozog'iston Qirg'iziston ondan keyin qatorliq O'zbekiston qatorliq nurg'unlagan Uyg'urlarning qarindosh millatlari mustaqil bo'lib ketgan. Bu yerda bizniki 90-yillarni markaz qilgan qurolli harakatlarimizni yaxshi taraqqiy qilgan, avj olgan. Xitoyningki ichki qismidami umumyuzlik Xitoyga qarshi qurolli harakatlar avj olgan. Ondan keyin Barin inqilobi bo'lib o'tgan. Ondan keyin ilm mashrab harakati boshlanib ketgan vaqtlar to'g'ri keldi. Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti qurilib 1 yildan keyin Ili vodisini markaz qilgan 5 fevral inqilobi portildi. Mana shundaq bir vaqtda Xitoy shu Uyg'urlarningki mustaqillik harakatlarininki avjib ketmasligi uchun shu o'zining g'arbdagi chegaralarining ojiz bo'lib qolayotganligini his qilib, shu yuqoridagi davlatlar bilan birlashib Shanxay 5 hamkorlik tashkilotini qurdi. Bu Shanxay hamkorlik tashkiloti yana kuchli ravishda ta'kidlab o'tamanki, Uyg'urni qo'g'lab tutish tashkiloti. Uyg'urni qo'g'lab tutib, o'tkazib berish, yo'q qilish, turmalarga tashlashni markaz qilgan tashkilotdan iborat. Shuning uchun biz Xitoy faqat bizning Uyg'ur bo'lganligimiz uchun qo'g'lab tutyapti. Ham Shanxay 5 degan hamkorlik tashkilotlarini qurib, bundan ichiga o'zimizning diniy ham etnik kelib chiqishdagi Turkiya qarindoshlarimiz o'z ichiga olgan davlatlarni o'z ichiga olib bizni qo'g'lab tutishni yo'l qo'yapti. Shuning uchun Uyg'ur bo'lganligimiz uchun shunday qilyapti Xitoy. Uyg'ur degan bir millatni yiqitish uchun. Shuning uchun biz Uyg'urlikning og'amchisiga texmi ching esilib, texmi mustahkam turib, Uyg'ur degan bir millatni yo'qotishdan iborat bu razil siyosatiga Xitoyning cho'qim kuchli qarshi turishimiz kerak deb o'ylayman. Endi 1996 yili Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan keyin 2001 yili nayt qattiq Uyg'urlarning yuragini nayt qattiq ezib va bir xil ichindirib menga esidan chiqmag'dak bir xil azoblarga selib buningga o'zbek qarindoshlarimiz qo'shildi. O'zbekistonmi 2001 yili Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti qo'shilgan. 2023 yili bu tashkilotga Iranmi kirib qo'shilgan. Demak, Iranmi shu Xitoyningki Uyg'urlarni qo'g'lab tutish tashkilotining bir obsharkasi bo'lib kirib, Xitoy Uyg'urlarni qo'g'lab tutib turgan bir obsharka qatorida shu tashkilotga qo'shilgan. Demak,
Demek İran hem Xitayning iqtisodiy jariyasi, hem namoz o'qiydigan, Qur'on o'qiydigan, Alloh degan Uyg'urlarni Xitoyga tutib beradigan Xitoyning bir obsharkisi. Uyg'urlarning nazarida. Endi programmamdan azroq yana chetnab ketishga to'g'ri kelib qoldi. 1996-yili Xitoy Shanxay Besh hamkorlik tashkilotini qurgandan keyin 1997-yili 4-oyda 3-oymi 4-oymi shu oraliqlarda 7-nomerlik hujjatni e'lon qildi va 7-nomerlik hujjat qirg'inchilikqa silingan bir signal bo'lib, tunji bo'lib bu hujjatni qachonda amallashtirishga boshladi deganda 5-fevral G'o'lji namoyishga chiqqan Uyg'urlarni qattiq bostirish, undan keyin keng ko'lamli holda bostirish o'tishdan iborat shu razilligi bilan 7-nomerlik hujjatni amallashtirishga boshlagan. Bu hujjat yuqorida o'tib ketganimdek qirg'inchilikning boshlanish signali bo'lgan. Chunki 7-nomerlik hujjatni shundaq cho'ng ikki batlik 7-nomerlik hujjatini Xitoyning bundaq bir jumlaga yig'inchoqlashga bo'ldi. U bo'lsa Shinjongdagi asosiy xavf milliy bo'lgunchilik va qonunsiz diniy faoliyatlardan keladi. Shinjongdagi asosiy xavf milliy bo'lgunchilik va qonunsiz diniy faoliyatlardan keldi degan shu jumlaga yig'inchoqlashga bo'ldi. Amsi bu jumlani tahlil qilib boqaylik. Uyg'ur bo'lib yashash. Xitoy uchun Uyg'ur bo'lib yashash, Uyg'ur do'pis kiyish, namoz o'qish, jamilaga berish, ibodat qilish, ya'ni Uyg'ur milliy kimligi bilan yashashning o'zi milliy bo'lgunchilik bo'lib hisoblanadi. Xitoy yo'li qo'yayotgan hozirgi Junxo millati bo'lish siyosati, to'ylarni Xitoycha qilish, Xitoycha kiyim kiyish, hammasi shu 7-nomerlik hujjatga tayinlanib qilinayotgan ishlar bo'lib, hozirgi shu Xitoy yurgizayotgan qirg'inchilik siyosati, to'y to'kinlarning Xitoycha bo'lishi, Uyg'ur qizlarini majburlab Xitoy yigitlariga olib berishi hammasi shu Uyg'ur bo'lib qilishning milliy bo'lgunchilik tug'dirib qo'ydi degan gumoni sababidan kelib chiqayotgan oqibatlar. Buning yildizi, buningki asosiy tayindigani shu 7-nomerlik hujjat Xitoyninki. Endi oxirgi jumlasi qonunsiz diniy faoliyatlar. Qonunsiz diniy faoliyatlardan keldi. Xitoyda qonunli diniy faoliyat degan bir narsa bormi aslida? Agar Xitoyda qonunli diniy faoliyat degan bir narsa bo'lsa, saqal qo'ygan kishi turmaga tashlanamdi, uydan joynamoz chiqqan kishi turmaga tashlanamdi. Shu at o'lib ketgandek ibodat qilishimiz kerak, ammo Uyg'urlikni og'anchisiga cho'nqur eslashimiz kerak, Uyg'ur qarindoshlar. Sharqiy Turkiston degan bu sharafli ism, mangulik sharafli ism. Bu ism ham muqaddas va sharafli. Muqaddas va sharafli bo'lishi, uning istiqlol marshimiz tug'ilgan joy bo'lishi, istiqlol marshimiz bilan yo'g'rilib ketgan bo'lishi, qanchilag'an shehidlar bergan bir vatanning nomi bo'lganligidan iborat. Ajdodlarimiz shu davr, shu makon va shu tarixiy shart-sharoitga qarata Sharqiy Turkiston degan bu ismni vatanning nomi qilib tanlagan. Bu sharafli ismni kichikiltishga, obro'sizlashtirishga o'rinsiz munozaralar qilib, u yoqdan bu yoqqa dumiltib o'ynashga va qimmatsizlantirishga hargiz bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bu ism qon bilan, shehidlik bilan yozilgan.
Sharqiy Turkiston degan bu ism muqaddasligi bilan maktablardagi darsliklarimizda, qimmatli tarixlarimizda sharaf bilan yer elishi kerak. Ammo mangulik qiyomatgacha o'zgarmaydigan bir kalima, bir ism bor. Bu bo'lsa-mu Uyg'ur kalimasidan iborat. İran haqida gapirgan vaqtimizda, Iranninki shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar haqida so'z qilgan vaqtimizda, yana chunqurlagan holda faktlarga qarab boqaylik. İran Xitoyning bir yo'l bir balvog'dagi eng cho'ng va eng Xitoyning yanında turib atgan sherigi. Xitoy bilan İranning savdo hajmi 400 milliard Amerika dollari. Yana bir tarafdan İsrailmi Xitoyning ikkinchi cho'ng tijorat sherigi bo'lib, bu İsrail bilan nozik texnikalar sohasida sherik. Hozir Xitoy ikki tanlashning o'rtasida qisilib qoldi. Nurg'un masalalarda Xitoy İsrail Xitoyningki sherigi bo'lsa-mu, lekin nurg'un masalalarda Xitoyningki gapini ancha bek anglab ketmaydi, chunki kommunist Xitoy bo'lganligi uchun. Ammo İran har narsada Xitoyningki degan yerdan chiqarliq, so'zni anglaqliq, o'z musulmon turib musulmonlar haqida hech bir shunchalik Xitoy tarafidan qirilayotgan Uyg'ur musulmonlarining ustida sukut qilib turliq. Shuning uchun Xitoy ikki bu cho'ng sherikning o'rtasida qisilib qolgan Xitoy tanlashga to'g'ri kelganda yuqorqidek biz deb o'tib ketgan jariyalik rolini o'ynayotgan İranni tanlash mumkin. Endi İranning Hormuz bo'g'izida yuz berayotgan jiddiychilik Xitoyning neft ehtiyojini qamdaydigan jon tomirininki xatarga duch kelganligini bildirdi. Hormuz dengiz qo'ltig'i Xitoyni energiya bilan ta'minlab turadigan muhim strategik o'rinlarning biri bo'lib, Hormuz bo'g'zining urilishi Xitoyning urilishi degan ma'noda bo'ldi. Shunga Xitoyning bu rayonlarda jiddiy holda diqqat qilishi faqat diplomatiya jihatdan emas, balki iqtisodiy jihatda hayot mamat qilishi bo'lib hisoblanadi. Shunga İsrailning İranni urushi yana bir jihatdan kuchli holda Xitoyni urushi bo'lib hisoblanadi. Amerika tamojni bejib qo'yish bilan Xitoyni qattiq bir urgan bo'lsa, İsrail İranni urush bilan Xitoyni yana bir uribdi. Shunga hozir Xitoy o'zini qo'ydiganiga yet topolmay, Heli Xi Jinping, Heli Wang Yi, Heli bayonotchilari o'tirg'a chiqib, ya polo emas, ya sho'yla emas, o'tirda qilib qolgan mish-mish bir gap nimalar bor, narsalar. Bir nimaligini bilmaydigan bir mish-mish ashunga o'xshaydigan talaffuzda Uyg'urlarga bek tonish bo'lgandoq 70 yildan buyon ya undaq emas, ya undaq emas o'tirda langshib qilgan bayonotlarni berib kelyapti. Ammo Xitoy İranning oqisida turib, İran shunchalar jariyalik qilib ketganga kuchli Xitoy İran'a yardım beramdi. Hemençe bek çoğun yardımlarını vermesi mümkün. Xufiyana yer astıdan uğurluqca bir işler qilish mümkün. Lekin çoğun yardımlarını vermeyi deb o'ylayman. Çünkü o'tgan programlarimda deb o'tib ketgandek Xitoy Sunzining eng yaxshi urush qilmay qozongan urush degan ta'limotiga bek bo'ysundi va ahamiyat berdi. Endi Amerika İsrailninki eng yaqin do'sti. Do'stlig'in yuzidan Amerika İsrailga bo'lgan harbiy qo'llashni kuchaytirib, dengiz qo'ltig'iga aviamatga avasa, Xitoy buni aksicha o'zini o'ttirhal mo'tadil ovozninki ankin o'ttirhal jumlaq tavuz bek tushdi ekan bu masalaga. Jumlaq tavuzcha aqlninki vakili deb qarayotdim.
Bu xil qarashni inglizcha matbuotlardan aytdi yaxshi o'qishibdi. Nurg'ulg'a o'qitishlarning ichidagi birsi burun uyg'urcha tarjima qilingan Xeyman degan bir karton film batdi. Shuningda bir Skillet Shah degan odam, Skillet Shah degan bir personaj bo'lgan shu Skillet Shah o'qishibdi Xitoyni. Skillet Shahninki qalpoqlarini bir-birisiga tekkizmasdan turib bir muncha gaplarni qilib ketadigan holatiga o'xshatib Xitoyni masxara qilibdi ba'zi inglizcha matbuotlarda. Hamda Xitoy yan bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashidan tortib shu rayondagi O'rta Sharqdagi tashkilotlargacha Xitoy dialog qilishdan iborat vaziyat siyosatini qilib bu yerda yuqorida biz tilga ilib o'tib ketgan Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti orqali fursatdan foydalanib bu rayonlardagi Amerikaning ta'sirini siqib chiqarib musulmonlarni aldab yana ko'ngilni o'tmoqchi. Rayondagi e'tiborini yuqori ko'tarib O'rta Sharqdagi kelishtirguchi sifatida o'tirg'i chiqib dunyoda bo'libmi Amerika, Yevropa qatorli g'arb ellarda hiyla-mikr aldamchilik bilan tushib ketayotgan inovatini yana ko'tarmoqchi bo'ldi Xitoy. Endi İranның Xitoyning jariyasiga aylanib qolishidagi sirlarni texmi cho'nqirlagan holda tahlil qilib boqaylik. İran qanday bo'lib Xitoyninki jariyasiga aylanib qoldi? Endi bunun işte İran bilan Xitoyninki neft orqali bir-birisiga chambarsimon bog'lanib qilishi nihoyatda aniq holda o'tirib ko'rinib turdi. İranninki bütün dünya qildigan neft eksportining 90%dan ko'pragini Xitoyga to'shaydi. Xitoyga to'shaydi onundan boshqa shu bir yil bir balvaqda İranға mablag' soldi, Xitoy mablag' soldi degan bana bilan Xitoyga yantiqi azan baho neft berdi. Eğer yana bir jihatdan agar İranning Xitoyga neft eksport qilishi to'xtab qolsa, Amerika savdo beji orqali qattiq urilgan Xitoy yana bir qitim o'xshash shaklda urilib ketadi. Bu chog'da Xitoy iqtisodiy bir haftaning ichida jiddiy holatda orqaga chekinishi mumkin. Shuning uchun hozir Xitoy qattiq ansirayapti. Bu yerda İran mı ansirayotgandi, ammo İrandan better Xitoy bek ansirayapti. Agar shunday vaziyat shakllanib qolgan vaqtida Xitoyning O'rta Sharqdagi akan qarg'ayman davatgan obrazini ta'sir yetkazdi. Xitoy bunday sharoitda aldirab O'rta Sharqdagi davlatlarni qarz to'zg'iga tushirolmaydi. Yaqında müşe chet el matbuotlarda Xitoydan İranға yordam uchun yuk aeroplanlarining ketayotganlariga o'tirib chiqyapti. Bu ahvol qarta Xitoyni izchil jazolantirib kelayotgan Amerika va Isroiliya, Amerikaning do'sti Isroiliya bu masalaga qanday qaraydigandir? Xitoy İranға aytayotgan shu yuk aeroplanlarining ichida nimalar bor, buni biz bilmaymiz. Herhalde Xitoyninki bundaq ciddi urush mezgillarida Xitoyninki azam bağlıq malları yo'q deb o'ylayman. O aeroplanning ichida balkim askeri muassasalar, hatto yadro qurollarining parchalari bo'lishi mumkin. Bu bayqilib qolgan ahvol ostida Xitoy qanday ahvolga tushib qoldi? Hozir Xitoyning butun dunyoninki diqqati Amerikani markaz qilgan holda butun dunyoning diqqati mushu havo bo'shliqlarida uchib kelib İranninki havo bo'shlig'iga kelganda yo'qolib ketgan bir Xitoy aeroplaniga markazlashib qoldi. Endi 2023 yilda Xitoy İran bilan Saudiya Arabistonining o'rtasida
tinchlik kelishim tuzishga elchilik qilish, arabulchilik qilish orqali bir oz uyalarda ancha-muncha yuz obro'ga erishgandek qilgan. Ammo hozir Iranning Isroilga qaytarma hujum qilishi, Xitoyning o'z jariyasi Iranni qo'llashi va yordam qilishi qisqa mezgil hukm surgan Xitoyningki O'rta Sharqdagi bu yuz obro'yining to'kildiganligini ko'rsatib turibdi. İsrailning Iran ichida Mossad orqali ilib borgan jasuslik orqali erishgan Mossadning jasuslik qilish bilan erishgan uchurlari orqali İsrailya Iranninki eng yuqori darajalik amaldorlardan 3ni bir kechining ichida, bir ikki kunning ichida shu o'ltiribdi. Bu İsrailning İran kirgizgan Mossad jasuslari orqali amalga oshdi, ya'ni ular ta'minlagan nimalar orqali shu jasus ishbirlar orqali amalga oshdi. Amerikaning ichidami albatta nurg'un Ironlik va Xitoy jasuslari bo'lishi tabiiy, chunki Amerikaning Meksika chegarasi atroflarining ojiz bo'lishi sababidan Amerikaga kirgan nurg'unlagan Meksikalik ko'chmanlar orasida Ironliklar va Xitoylar nurg'un. Endi Xitoyning zaiflashayotgan iqtisodiy ahvoli va eksport strategiyasiga bir qarab boqaylik. Xitoy Amerika va Yevropadagi eksport bozorlarini yo'qotib qo'yishga boshlagandan keyin azon mallarga o'zininki azon mallarga Braziliya, Germaniya, Indoneziya qatorliq joylardan bozor izlashga boshladi. Shundaqla Yevropa birligimi Xitoyninki to'kliq mashinalariga bosh qo'yishga boshladi. Undan boshqa Xitoy biologiyalik zaharlarni Amerikaga kirgizish orqali Amerikaning yezigligiga tahdid etib kelyapti. Yaqinda Amerika tamojnasidan zaharlik mogo ilib kirgan 3 nafar Xitoy jasusi tutildi. Amerika tarafi narsalarni tadqiq qilib tekshirish orqali bu jasuslarning bug'doy, qo'noq va hayvonlarga ziyon yetkazgan bu turlarning genini o'zgartib etadigan mikroelementlar ekanligini aniqlab chiqdi. Demak, Xitoy hozir mayli Amerika tarafdan bo'lsin yoki mushu İsrail qo'zg'agan Iran İsrail mushu to'qinishi jarayonida bo'lsin, Xitoy bir passiv holatga tushib qoldi. Mundaqcha aytganda, yuqorida deb o'tib ketganimdek yomg'ir yog'amda, yuqorida deb o'tib ketganimga o'xshash dunyoning tamponlarida nurg'unlagan o'zgarishlar bo'lyapti. Bir kundan bir kunga yana bir yangi ishlar bilan kirib kelyapmiz. Shuning uchun Uyg'urlar o'zininki qarmoq ekanligidan iborat o'rnini yaxshi bilib yetish kerak deb o'ylayman. Endi shu Turkiya taraflarda, Turkiyada yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz Turkiyaning matbuotlariga qaraydigan bo'lsam, Ironni bek axlab, bek qo'llab shundaq tahlillarni qildi ekan. U tahlillar qarta Ironni bek shundaq deb tushunib qolmaslik kerak deb o'ylayman. Bugungi programmam orqali sizlarga bir narsani bildiradigan bo'lsam, nayt xo'shal bo'laman. Iran shaklda u bir musulmon davlat bo'lgan bilan yuqorida o'tib ketgandek Xitoyninki u jariyasi nurg'unlagan 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'ur jazo lagerlarida namoz o'qiganligi uchun, uyda joy namoz saqlaganligi uchun, uyda Qur'on saqlaganligi uchun shundaq turmalarga tashlangan Uyg'urlar qarta sukut qilayotgan bir diktator davlat. Qur'onlar ko'ydirilayotgan, azon ovozlari yo'q qilingan, ro'zalar tutilmayotgan bir diktator Xitoy bilan ham sherik bo'layotgan bir davlat. Shuning uchun men o'ylayman, Iran mulla hokimiyatiningki Uyg'urlarningki
beshiga kelgan kunlarga sukut qilayotganligining o'zila Allohninki ularni do'zaxlarda jazolashiga yetib oshadi deb o'ylayman. Shuning uchun Uyg'urlarninki shu İsrailiya, İran urushi, İran va Xitoyning oqisida turayotgan nurg'ulg'an musulmon davlatlariga qarta aqlliq ijobiy tafakkur bilan muomala qilishni umid qilaman. Bugungi Xitoy uxlaydigan oz qoldi nomli programmamninki 19 qismi mishad oxirlashdi. Xitoy uxlaydigan oz qoldi nomli programmamninki 20 qismida ko'rishguncha omon bo'linglar. Agar programmamni yoqtirgan bo'lsanglar, meni qo'shib ondan keyin inkaslarni yozishinglarni mush programmalarimga nisbatan bo'lsin, maylimiş men so'zlayotgan siyosiy muloyizalarga qarta inkaslarni va o'zinglarning tushunchalaringlarni, ko'z qarashlaringlarni fikrlar sahifasiga yozishinglarni ham meni qo'shib olish orqali Xitoy ulaydigan oz qolganligidan iborat shundaq bir Xitoyning ulaydiganligiga oz qolganligiga ishonganlarning bir birlik sepining qurilishiga to'kib qo'shishinglarni bir zanjir paydo hosil qilishimiz, Xitoyning ulaydiganligini ishosh qildigan, umid kutilgan bir kishilarning zanjirini hosil qilishimizda o'zinglarning to'panglarni qo'shishinglarni umid qilaman. Xayr, yana bir qitim programmamni ko'rishguncha omon bo'linglar.